Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugungi mavzumiz faoliyat va motivatsiya. Faoliyat va motivatsiya mavzusini o'rganar ekanmiz. Quyidagi ikkita reja asosida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Motivatsiya va birinchi reja motivatsiya muammosi, ikkinchisi motivatsiya nazariyalari. Mavzuyimizni boshlashdan oldin shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy xulqi va o'zini qanday tutishi, egallagan mavqeiga ham sababsiz o'zidan o'zi ro'y bermaydi. Faoliyatning amalga oshishi va shaxs xulq-atvorini tushuntirish uchun psixologiyada motiv va motivatsiya tushunchalari ishlatiladi. Motiv va motivatsiya muammosi jahon psixologiyasida turli-tuman nuqtai nazardan yondashish orqali tadqiq qilib kelinmoqda. Jumladan, rus va sobiq sovet psixologiyasida namoyandalaridan bittasi Sechenov, Pavlov, Bektorov, Lazurskiy, Merlin va Uxtomskiylar va boshqalar bu muammo yuzasidan tadqiqot ishlarini olib borganlar. Jumladan, Yevropa va Amerika mamlakatlarida motivatsiyaga oid 30 dan ortiq ilmiy konsepsiyalar mavjud. O'zi motiv so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak, o'zi ta'riflar juda ko'p beriladi. Motiv inson xatti-harakati va ma'lum ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq faoliyatga undovchi sababga aytiladi. Ya'ni inson xatti-harakat va ma'lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq faoliyatga undovchi sababga aytiladi. Motivatsiya odamning faol faoliyatga undovchi sabablar majmui bo'lib, xulq-atvorni psixologik va fiziologik boshqarishning dinamik jarayoni hisoblanib, unga tashabbus, yo'nalganlik, tashkilotchilik, qo'llab-quvvatlash kiradi. G'arb psixologiyasida motivatsiyaning ikki xil ko'rinishi va ularning o'ziga xos belgilari haqida chuqur o'rganilgan. Chuqur o'rganilgan. Bular ekstrensiv, tashqi shart-sharoitlar va holatlarga bog'liq holda paydo bo'ladigan va intrinsiv shaxsning dispozitsiyalari bilan ehtiyojlar, uстановkalar, qiziqishlari, mayllari, istaklari bilan bog'liq bo'lgan holda paydo bo'ladigan motivatsiyalardir. Bu yo'nalishda munozaralar Heckhausning Motivatsiya va Dayton Nos kitobida o'z aksini topgan. Xohish birinchi insonda paydo bo'ladi. Faollik va motiv, keyin faoliyat. Hozirgi vaqtda ushbu tushuncha turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilinmoqda. Kimdir undash va faoliyat uchun javob beradigan jarayonlar majmui motivatsiya ekanligi borasida fikrga tayansa, boshqalar motivatsiyani motivlar majmui sifatida ta'riflamoqda. Shu bois motiv so'ziga ham ta'rif berishga to'g'ri keladi. Motiv lotincha movi harakatlantiraman so'zi fransuz tili orqali motiv shaklida kirib kelgan bo'lib, turli sohalarda turli ma'no kasb etishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, ushbu tushuncha turli sohalarda turli ma'no anglatmoqda. Kundalik hayotda motiv ehtiyoj yoki maqsad bilan chalkashtirib yuboriladi. Maqsad bilan ko'p inson chalkashtirib olishi mumkin motivni, ammo ehtiyoj bu noqulaylikni bartaraf etishga ongli tarzda intilish maqsadida esa bu maqsad belgilanishdagi ongli jarayon natijasidir. Masalan, ochlik ehtiyoj, ovqatlanish istagi bu motiv. Misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, ochlik bu ehtiyoj, ovqatlanish istagi bu motiv. Inson qo'li cho'zilayotgan ovqat maqsaddir. Motivatsiya murakkab psixologik hodisadir. Uning turli-tumanligi ham mana shundan kelib chiqadi. Motivatsiya turli-tumanligi mana shundan kelib chiqadi deganda mana shu rasmda ko'rishimiz mumkin. Insonda javob topa olmaganida, javob qattiq topganida ham motiv paydo bo'lishini shuni hozir aytaman deb. Motivatsiya borasidagi turlicha ta'rif tushunchalardan tashqari, motivatsiyaning ko'rinishlari mavjud. Psixologiya fanida inson motivatsiyasining quyidagi ko'rinishlari ajratib ko'rsatilgan. 6 ta ko'rinishi bor ekan. Birinchisi tashqi motivatsiya. Bu qandaydir faoliyatning mazmuni bilan bog'liq bo'lmagan, inson uchun tashqi holatlardan kelib chiqadigan motivatsiya.
mukofot olish uchun musobaqalarda ishtirok etish. Ikkinchisi, motivatsiya bu tashqi holatlarga emas, balki faoliyat mazmuni bilan bog'liq. Motivatsiya sport bilan shug'ullanish, chunki bu ijobiy tuyg'ular uyg'otadi. Ijobiy motivatsiya bu ijobiy rag'batlarga ega bo'lgan motivatsiya. Agar injiqlik qilmasam, ota-onam kompyuterdagi o'yinlarni o'ynashga ruxsat etishadi va hokazo. Salbiy motivatsiya bu salbiy rag'batlarga asoslangan motivatsiya. Agar injiqlik qilmasam, ota-onam meni urishmaydi va hokazo. Barqaror motivatsiya bu insonning tabiiy ehtiyojlariga asoslangan motivatsiya. Tashnalik, ochlikni qondirish va hokazo. Beqaror motivatsiya bu tashqaridan doimiy qo'llab turishni taqozo etadigan motivatsiya. Chekishni tashlash va hokazo. Rubinsteyn va Leontiev motivni insonning obyektiv ehtiyojlari sifatida tushunadilar. Motiv ehtiyoj va maqsaddan farq qiladi. Buni inson harakatlarining ongli sababi sifatida ham ko'rib chiqish mumkin. Bu shaxs tomonidan amalga oshirilib bo'lmaydigan ehtiyojni qondirishga qaratilgan. Masalan, ekstravagant kiyimlar bilan diqqatni jalb qilish istagi ishonchsiz odamlar uchun odatiy bo'lgan sevgi va tegishli narsalarga bo'lgan shoshilinch ehtiyojni qondirish uchun mo'ljallangan. Faoliyat strukturasi. Faoliyatdan paydo bo'ladi maqsad va motiv va motiv va maqsad bizni harakatga yo'naltiradi. Leontiev motivatsiyasi to'g'risida turlicha yondashuvlar, nazariyalar, ta'riflar mavjud ekanligiga e'tiroz bildirilib, bu haqida shunday mulohazalar yuritiladi. Motiv termini qo'llanishida shu darajada xilma-xillik mavjudki, bu balki ularni tartibga keltirishning iloji ham yo'qdir. Motiv termini shu yo'sinda qo'llanishi shunday taassurot qoldiradiki, go'yoki motiv tushunchasi turlicha ashyolar joylashtirilgan katta qopga aylanib qolganga o'xshaydi. Motivlar yoki motivlashtiruvchi omillar qatoriga jumladan ishtaha, mayli, impuls, odat, malaka, xohish, his-tuyg'ular, qiziqish, hattoki yanada yaqqolroq motivlar, masalan, elektr toki bilan qitiklash, huzur, halovat yoki mamnuniyatni sezish, o'ziga bino qo'yishlik, maosh, ideallar kiritiladi. Ehtiyojlar, motivlar va emotsiyalar 1971-yil 14-betda ko'rsatilgan. Mana misol uchun insonlarga aloqador motiv va motivatsiya tushunchalari qo'zg'atuvchilar va qo'zg'ovchilarning barcha turlarini o'z ichiga oladi. Chunonchi motivlar ehtiyojlar, qiziqishlar, maqsadlar, intilishlar, motivlashgan uстановkalarga va boshqalarga ta'sir qiladi. Rubinsteyn ham xuddi Leontievga o'xshab shunday fikrni ilgari surgan. Motivlashgan tizimning inson bog'liqni aks ettirishdagi rolini ko'rsatib, shunday mazmundagi mulohazalarni ta'kidlamoqda. Birinchi bo'lib, kuzatish obyektlari emas, balki ehtiyoj obyektlari va shaxsning xatti-harakatlari beriladi. Motivlashgan uстановkalarning faollikka oid o'ziga xosligi ham shunday tuzilishga ega va u o'zi xohlagan bog'liq elementlari va holatini belgilashga xizmat qiladi. Ular fikricha tashqi olamga munosabatni faol motivatsion xususiyatni ko'rsatib o'tishning o'zi kifoya. Rubinsteyn bu faqatgina aks etish emas, balki insonning tashqi muhitga nisbatan munosabati hamdir deb yozadi. Xuddi shunday Maslovning ta'kidlashicha ham yangi ehtiyojlar yuqoridagi ehtiyoj darajalarining barchasi qondirilgandagina paydo bo'lishi mumkin. Albatta, misol uchun yangi ehtiyojga o'tish uchun eskisi qondirilishi kerak. Misol uchun siz 15 olmoqchisiz, birinchi 15 olib, keyin 17 iPhone'ga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam mashina olmoqchisiz, kichirog'idan olib, kichirog'ini orzu qilasiz, keyin
boshqasiga o'tasiz. Bu ham bir ehtiyojlaringiz qondirish uchun harakat qiladigan buyum sifatida qaraladi. Ularning ichidagi eng yuqorisi bu o'zini o'zi faollashtirish deydi bu ehtiyojlarni. Muallif tomonidan shaxsning ijtimoiyligi tan olinsa-da, lekin biologik xususiyatga moyillik birlamchi belgi bo'lib qolaveradi. Chunki o'zini o'zi faollashtirish qobiliyati tadqiqotchi tomonidan qandaydir tabiiylik deb qaraladi. Shu bilan sizlar bilan faoliyat va motivatsiya mavzumiz tugadi. Sog' bo'linglar.